bahslar, bahsli uchrashuvlar, qarama-qarshiliklar, content makeru TDM'larni bir joyga yig'gan uchrashuv. Tunist Yakuza uchrashuvi boshlandi. Qadrli do'stlar, yaqinroq keling, imkoni bo'lsa nimadir olib kelib oling. Mana shu o'yinni bu narsa yeb ko'rgan yaxshi. Chunki juda ham kutilyapti. Close fightda birinchisini Yakuza o'ziniki qilib oldi. Lekin juda ham ko'p damage qabul qilib oldi o'zini shlemaga-yu jeletiga. Qadrli do'stlar, Yakuza birinchi kill, birinchi qonni aylanib to'payapti. Lekin yaxshi zarbalar ham qabul qilib oldi. Tunis bosim hozircha yo'q, yana pozitsiyasiga qaytib oldi. Aldamchi harakatlarda ajoyib tarzda namoyish qilib qo'ydi. Tunis o'qlab olish kerak. Ular kam 8 o'qni ham eplab qo'ymoqchi Skorpionda bu hisobni yozib qo'ydi o'ziga va hisoblar teng. 1-1. Yakuza tetik bilan chiqib oldi. O'z bazasidan Yakuza kutib oladi. Yaxshi zarbalar bu hisobda ham Yakuza o'ziga yozib qo'yishi mumkin edi, lekin yo'q. Tunis qo'li ustunroq keldi va 2-1 hisob bilan hozircha Tunis oldinga o'tib olmoqda. Mana bo'lmasa. Yo, Tunis nisbatan qilyapti bundan oldingi o'yinlariga qaraganda. Hozircha faqatgina o'sha Zalyot hisobiga bir ko'rinishiga keldi hisob. Ya'ni Tunis Zalyotga yaxshiroq baribir. Lekin Yakuza navbatdagi raundni olib ketyapti. Ya'ni kuch masalasida keladigan bo'lsak, ko'rinib turibdi Yakuza o'zini prime'ida emas. Shu sababli bu yerda Tunisning qo'li balandroq kelishi mumkin, lekin agar Yakuza prime'ida bo'lganda, menimcha Tunisda faqat imkoniyat nimani hisobiga bo'lardi? O'sha mikro piklar va yana shunga o'xshash holatlar. Yakuza mana pikda ham kuchli ekanligini ko'rsatib qo'ydi. 3-2. Endi har kun Tunis bilan Yakuzani PUBG Mobile'da o'tkazadigan vaqtlarga ham qaragan e'tibor beradigan bo'lsak, Tunisdan anchagina ko'proq, lekin Yakuza baribir navbatchi. Shunaqa deb aytsa bo'ladimi? Haqiqatan tajriba va bizga hamma TDM'larni qiynaydigan savol bor. Mana shu bir compound ichida, mana shu ombor ichida nima bor deyshadi. O'tga kirish yo'q. Lekin ichida nimadir bor. Ichida nimadir borligini bizga rejissyorlarimiz baraka topishsin ko'rsatib berishdi. Mana shu angar ichida ham nimadir bor. Nega shuni ichida, shuni atrofida aylanishadi. Necha martadir, Yakuza navbatdagi raund. Shu ikki bu yerda menimcha Tunisning xatosi o'sha ochiq o'yin berayotgani endi xatosi, lekin taqsimga sazovor. U piklar qilib, biroz o'sha yopiqroq o'yin ko'rib ko'rsat. Yakuza, ana bo'lmasa, hozir g'irt Tunisning o'yinini o'ziga qaytaryapti. Ahamiyat bering. Mana buni kutib olmoqchi. Ham yaxshi zarbalar olyapti. Headshotlar bilan. Xuddi men hozir Yakuza 10 tomon angar ortida turganda, ya'ni konteyner kechirasiz, konteyner ortida turganda, men bo'ldi Yakuza hozir ochiqdan ochiq fight qilsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, bunday qilmadi. Qochib ketdi qayergadir ba'ziga qarab. Shu sababli Tunis uni tutib olishga qiynaldi. Mana shu ombor ichini ko'rsatib o'tishdi. Yakuza bir burchakka olganligini ko'rishimiz mumkin. U mana shu pozitsiyani tanlab menimcha bekor. Bu pozitsiyada siqilib qoladi odam odatda va mana bunaqa bosh bilan pik qilayotganingizni sizni headshot bilan kutib olishadi. Bu yerda endi tajriba o'z so'zini aytdi. Ya'ni hozirgi holatda Tunis baribir ozgina tajribaliroq Yakuzaga qaraganda. Ya'ni eng kamida tajriba emas, forma deydi-ku. Hozir u biladi qayerdan pik qilish mumkin, qayerdan mumkin emas. Shlemini yechib qo'ydi. Bir donigina o'q yetarli ekan bu yerda. Tunis holati bir chigal, juda chigal, eng qizig'i.
Yakuza. Oy. Oy, Tunis. Mana shu yerga o'zi 1-2 marta o'ldirgandan keyin ham chiqa olmadi-da. Ya'ni bitta urinish o'zidan chiqa olmadi shu vaziyatda. Takroriy lafga ko'rsatilgan headshot. Bum. Yaxshi, juda zo'r. 5-5. 5-5. Bir yarim daqiqa vaqt qolyapti. Va o'zi boya aytib o'tdim-ku, o'yinchini o'ldirgandan keyin ham xotirjam holatda ham Yakuza mana shu bokslar tepasiga bitta urinishni o'zidayoq chiqib ola olmadi. Odatda TDMchilar bemalol chiqadi, bemalol tushadi, bemalol sakrab o'tib ketadi ham. Shuni hisobiga ular bemalol qochib qoladi va pozitsiyasini o'zgartirib oladi va 2 marta almashib olishga ulgurishdi pozitsiyani. Va Tunis bir-biriga damage bera olishmadi. Tunis ortga qaytdi, chunki unda shlem yo'q. U ehtiyotkorona o'ynashini to'g'ri tushunsa bo'ladi endi. Unda jiletini ham holatini ko'ryapsiz. Lekin shlem yo'qligi muammo emasligini ko'rsatib qo'yishga ulgurdi. Damage biroz berildi. Oyoqlariga qarata o'qlar yetib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Voy, Shohruz mana bu yerda xato qildi. Va bu yerda otishmagani yaxshi lekin Shohruz. Chunki bu yerda teshiklarni to'g'ri. Ularni qaytarib olishga ulgurdi va lekin adbidra otganda, pritselsiz otganda hozir hech qanaqa zaryad bo'lgani yo'q. 25 soniya maksimal darajada harakat qiladi Tunis bu yerda qochishga. Bu yerda ochiqchasiga qochishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki qabul qila olmaydi bu yerda. Hozir hech qanaqasiga. Shlemni qarang, shlem yo'q. Jilet qip-qizil holda. Qanaqa? Mana aytdim-ku. 10 soniya. 10 soniya shunchaki chidab turish. O'lmaslik. Yo'q, bo'ldi. Bu birinchi o'yin aynan Yakuzaniki degani 6-5. Ana bo'lmasa Yakuzni qarang. Dahshatli ekanligini. Birinchi kontent ekan. Ha, yo'q, endi hali finalga chiqmadi. Bu shunchaki hozir yutdi. Birinchi o'yin yutdi 6-5. Lekin juda yaqin o'yin.